Qimor o'ynab qancha pul topsa bo'ladi? Videoni boshlashimdan oldin like bosib qo'yinglar. Bookmakerlar birinchi marta o'yinga kirganlarga yutish imkonini beradi. Hamma bitta o'ynab chiqib ketaman deb o'ylaydi, lekin yutqizishadi. Yutqizgan pullarini qaytarib olish uchun yana o'ynashadi. Keyin qarz olib o'ynashadi. Keyin qarzini yopish uchun yana qarz olib o'ynashadi. Shu ketishda yana o'ynab qarzlarini yopish uchun narsalarni sotishni boshlaydi. Birinchi telefonni sotadi deb o'ylashingiz mumkin, lekin u qimor o'ynash uchun kerak. Shuning uchun mashinadan boshlanadi. Keyinchalik uyini ham sotib olishi mumkin. Xullas bunaqa o'yinlarda faqatgina bookmakerlar foyda qiladi. Agar hamma yutadigan bo'lsa, bunaqa kompaniyalar allaqachon yopilib ketgan bo'lardi. Bu o'yinlarda odamlar yutish ehtimoli 0.001% ga teng. Siz shu o'yinlar ortidan boyib ketayotgan odamlarni ko'rayotgan bo'lsangiz, ishonmang. Chunki ularning 90% topayotgan puli shu o'yinlarni reklama qilish orqasidan keladi. Bu videoni shunaqa o'yinlar o'ynaydigan tanishinglarga jo'natib qo'yinglar.